G'o'zani oziqlantirishda ushbu xatolarga yo'l qo'ymang. Birinchisi, ko'pchilik dehqon akalarimiz azotli o'g'itlarni berib yaxshi hosilni olaman deb o'ylaydi. Aslida esa bu noto'g'ri. Biz mana shu holatda nafaqat azotli, unga qo'shib mikro va makro elementlarni berishni tavsiya qilamiz. Chunki azotli o'g'itlar asosan o'simlikni kasallik va zararkunandalarga chidamsiz qilib qo'yadi. O'simlik o'sadi, lekin hosil yo'q. Ikkinchisi, fosforli o'g'itlarni faqat o'simlikka ekish oldidan berish. O'simlik nafaqat unib chiqqanda fosforni xohlaydi, balki o'sha gullash vaqtida ham fosforga juda muhtoj bo'ladi. Shu uchun fosforli o'g'itlarni o'simlik gullagan vaqtda ham berishni unutmang. Uchinchi xato, mikroelementlarni o'simliklarga qo'llamaslik. Bu esa hosilni 30% ni sifatsiz bo'lishiga olib keladi. Yuqoridagi xatolar sizning hosilingizga zarar olib kelmasligi uchun mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda barcha mikroelementlarni o'z vaqtida ketma-ketlik bilan qo'llashni so'rab qolamiz. Video bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa sahifamizga obuna bo'ling.